Assalomu alaykum qadri baland qadrdonlarim, sizlar bilan Xabarchi.uz kanalida O'zbekistonda va dunyoda kuzatiladigan so'nggi yangiliklar. Biz o'z ishimizni boshladik. Azizlar, xabarlarimizdan to'liq ma'lumot olish uchun videoni oxirigacha tomosha qiling. Video ostida bir dona like tugmasini bosib, keyingi videolarimizni o'tkazib yubormaslik uchun albatta kanalimizga obuna bo'ling. Bugungi dasturimizda Koreyada o'lgan Nozima uchun adolat bormi? Batafsil videoda xabardor bo'ling. Turkiyada vahshiylarcha o'ldirilgan Durdona Hakimova, Sayyora Ergashaliyeva, Dilafruz Choliyeva bu qatorni yana qancha davom ettirish mumkin? So'nggi paytlarda tez-tez uchrayotgan o'zbekistonlik migrant ayollarning xorijda ta'zyiq va zo'ravonlik qurboni bo'layotgani haqidagi xabarlar ko'paymoqda. Bular orasiga Janubiy Koreyaga ishlash maqsadida ketgan o'zbekistonlik 26 yoshli Nozima Kim ham qo'shildi. 2026-yil 4-mart kuni ayol Janubiy Koreya shahridagi joylashgan o'z uyida o'lik holda topilgani aytilmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, ya'ni Tashqi ishlar vazirligining bildirilishicha, ayolning o'z joniga qasd qilgani tasdiqlanmoqda. Biroq internet tarmoqlarida tarqalgan uning tanasidagi ko'karishlar va bo'ynidagi chandiqlar aks etgan suratlar bu xulosaga nisbatan shubha uyg'otmoqda. Marhumaning onasi ham qizi o'z joniga qasd qilganiga ishonmayotgani va bolasi bilan doimiy aloqada bo'lganini bildirgan. Internet tarmoqlarida bu voqeaga aloqador turli xil asosli va asossiz xabarlar ko'paygandan ko'paygan. Har kim o'z shubha-gumonlari orqali voqeani izohlashga urinadi. Biroq Nozima Kim o'z joniga qasd qilganmi yoki zo'ravonlik qurboni bo'lganmi? Tashqi ishlar vazirligining ma'lum qilishicha, 14-aprel kuni marhumaning onasi va uning advokati elchixona xodimlari bilan birgalikda hodisa yuzasidan tergov harakatlari olib borayotgan Koreya shahriga borgan. Holatga aniqlik kiritish maqsadida Qalampur.uz hozirda Janubiy Koreyada bo'lib turgan marhumaning onasi Feruza Alimbekova bilan bog'landi. O'zi Nozima qizim yoshligidan Koreya mening orzuyim, Koreyaga boraman deb aytib yurar edi. Toshkentda 2 yil koreys tilini o'rgandi. Yozuv chizuvlarni 2 yil o'rganishga harakat qildi. Koreyaga viza olish qiyin bo'lganligi sababli turmush qurib ketdi. Qizim juda ham mehribon edi deb aytadi marhumaning onasi. Ma'lumotlarga ko'ra, Nozima Koreyadagi o'zbekistonlik mehnat migranti namanganlik 25 yoshli Sherzod Shamsiddinov bilan doimiy aloqada bo'lib kelgan. Voqea sodir bo'lishidan bir necha soat oldin ular o'rtasida tortishuv yuzaga kelgan. Shundan so'ng ayol Sherzodni tashqariga kuzatib qo'ygan. Shu kuni Nozima Sherzod Shamsiddinovning do'sti Sirojiddinga qo'ng'iroq qilgan. Qo'ng'iroq vaqtida Sherzod ham uning yonida bo'lgan. Qo'ng'iroqdan so'ng Nozimaning uyiga borgan Sirojiddin uni osilgan holda topgan. Ta'kidlanishicha, voqea joyiga politsiya va tez yordam xodimlari yetib kelmasdan avval Avazbek ismli bloger holatni tasvirga olib, uni o'z talqini asosida izohlab bergan deyiladi xabarda. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Xayr, salomat bo'ling.